Xo'p, hammaga yana bir bor assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan Xudo xohlasa true, false, not given savol turlari haqida gaplashib o'tamiz, okay? O'sha ko'pchilikni qiynaydigan savol turi bu BOS, IELTS va CEFRda ham tushadi. CEFR ya'ni multi levelda reading part 5 da multiple choice question bilan tushadi. IELTS esa o'sha passage 1, passage 2, passage 3 hamma passage tushib qolish ehtimoli mavjud, okay? Ko'proq passage 3 da tushadi, passage 1 da tushadi, okay? Bu haqida sizlarga ozgina ma'lumot aytib ketsam. Okay, just a second. I think everything is going well. So, let's start. Shu yerda sizlarga yozib ketishim kerak. O'z true, false, not given qanaqa savol turi? Ko'pchilik biladi, masalan, bitta tekst tushadi. Tekstga doir pastda savollar mavjud. Masalan, bu yerda bizda 7 ta savol bor ekan. Bu IELTS kitobidan olingan test, okay? O'sha William Henry Perkin haqida 7 ta savol bo'ladi. Shu 7 ta savolga biz javob berishimiz kerak, okay? To'g'rimi, noto'g'rimi yoki berilmaydi. Shunaqa deb nima deydi? O'rganib olsak bo'laveradi hozirchaga, okay? Men sizlarga bu haqida ma'lumot berib o'taman. Qaraymiz, o'zi aytib o'tib ketyapman. Multi levelda true, false, not given. True, false and not given deb qo'ydim. True, false, not given tushadi bizga reading part 5 with multiple choice deb qo'yapman. With multiple choice. Multiple choice savollar bilan birgalikda tushadi, okay? Shunaqa. Lekin IELTS da alohida passage'larda tushib qoladi, okay? Multi levelda true, false, not given nimada tushagan? Reading part 5 with multiple choice. Shuna deb o'rganib olsak bo'laveradi. Endi shu yerda sizlarga yana aytishim kerak, IELTS da bu tushadi passage, ya'ni passage 1, 2, 3 va hokazo tushib ketaveradi. Endi sizlarga bu haqida to'liqroq ma'lumot beraman. True nima, false nima, not given nima? Biz qachon true olamiz? Yoki da bo'lmasam qachon false olamiz? Xato javob. Yoki da bo'lmasam qachon not given olamiz? Bularning farqi masalan oddiy. Unaqa qiyin emas. Shu yerda aytib o'tib ketyapman, qarang. True degani o'zi if the information, if the nima deb olsak bo'ladi? If the idea masalan aytaylik agrees with the information deyapman. Agarda o'sha fikr informatsiya bilan rozi bo'ladigan bo'lsa, biz true olamiz. Endi bu nima degani? Masalan, sizlarga hozir bitta gap yozaman. Shuni nima? Savol turida ham aylantiramiz. Endi bu yerda shu yerda tepada aytib o'tishim kerak, qarang. True, false, not given savol turlarida be careful with paraphrased words. Be careful with paraphrased words degani o'sha paraphrase qilingan so'zlar bilan aytadi. Ya'ni o'sha sizga savolda bitta gap kelsa, tepadagi tekstda o'sha savolda javobi nima? Sinonimlari bilan, antonimlari bilan yoki bo'lmasa word formation o'zgarishlari bilan keladi. Doim o'sha barxil kelib qolmaydi demoqchi bo'lganim shu. Masalan, pastda savolda sizga nima deydi? Bir gap yozaylik tashakka. Masalan, keling, I like apples deyapman. Men olmalarni yaxshi ko'raman. Okay? I like apples. Endi shu tekstga kelib qolishi mumkin sizga. Qanday holatda? I enjoy eating apples. Masalan, o'sha olmalarni yeyishda zavqlanaman deyapti. Bu yerda I like apples ham to'g'ri bo'lyapti. Shu yerda like to'nini nimaga o'zgaryapti? Enjoy bo'lib qolyapti. Zavqlanaman deyapti. O'sha zavqlanaman degani men olmalarni yaxshi ko'raman yeyishni degan. Okay? Bu yerda consuming deb qo'ysak, consuming apples. Bu yerda
eating, consuming eatingga aylanyapti. Apples ichiga qoldi. Enjoy, like nimaga aylanyapti? Enjoyga aylanyapti. Shunaqa paraphrase qilingan so'zlar bilan aytavering. Shu true bo'ladi. Endi false qanaqa? False. False betda if the idea contributes the information deyapman. Contributes the information. Agarda siz o'sha savoldagi fikr informatsiya bilan o'sha qarama-qarshi kelib qolsa, contributes degan qarama-qarshi kelib qoladigan bo'lsa, o'shanda siz false olasiz. Endi bu nima degan deydigan bo'lsangiz, masalan, aytaylik, nima? Gap yozyapman, qarang, o'zbekcha gap. Masalan, do'ppi Andijonda ishlab chiqarilgan. To'g'rimi? Gap shu. Do'ppi Andijonda ishlab chiqarilgan. Andijonda ishlab chiqarildi. Endi shu false bo'ladigan bo'lsa, qanaqa holatda kelib qoladi? Buni shunday aytib qo'yishim mumkin. Qarang, masalan, o'sha bosh kiyim, masalan, Qo'qonda ishlab chiqarilgan deyapman. Shunda javobni false olasiz. Chunki nima degan bizda? Qo'qonda emas, Andijonda ishlab chiqarilgan. Masalan, savolda Andijonda ishlab chiqarilgan deyapti, lekin tekst o'qiydigan bo'lsangiz, qayerda Qo'qonda ishlab chiqarilgan deyapti. Demak, false olasiz javobni. Okay? Shunaqa vaziyatlarda to'g'ri keladi. Endi not given qanaqa? Not given ham juda oson. Ko'pchilik false bilan not given farqi bo'lmaydi. Not given qarang. Not given nima degani o'zi? If there is no enough information about, if there is no enough information deylik, agarda to'liqroq ma'lumot yo'q bo'ladigan bo'lsa, siz nima? Not given da olasiz. Okay? Mana shu yerda shu gapni ko'chirib olyapman, qarang. Just a second. Where? Not given. If there is no enough information about the passage deb qo'yibman. About the passage. Endi qanaqa bo'ldi bu yerda? Hozir gapimiz qani? Copy. Shuni o'chirib yubordim. Bu kerak emas bizga. Bu tushdi. Boshda nima dedik? Do'ppi Andijonda ishlab chiqarilgan deymiz, to'g'rimi? Endi shu yerda not given bo'ladigan bo'lsa, bu gap qanaqa kelishi mumkin? Shuni ko'rmoqchimiz siz bilan. Not given da qarang, shu gapni hozir ko'chirib olaman yana. Nima bo'ldi? Agarda shu not given da do'ppi Andijonda ishlab chiqarilganligi haqida ma'lumot yo'q bo'lsa, shunda men not given olaman. Okay? Shuna vaziyatlarda aniq informatsiya bo'lmaydi. Masalan, savolda aytayapti, do'ppi Andijonda ishlab chiqarilgan deyapti. Stepadan o'qish teksti, agarda shu do'ppi qayerda ishlab chiqarilganligi yoki chiqarilmaganligi to'g'risida ma'lumot yo'q bo'ladigan bo'lsa, siz not given olasiz. Okay? Masalan, I like apples dedik-ku, masalan, I like consuming apples dedik savolda. Lekin tekstda aytayapti, buna ma'lumot yo'q. Apple haqida ma'lumot yo'qmi? Yeyish haqida, yeyishingizni yoqtirish haqingizda ma'lumot yo'q bo'lsa, bo'l not given olasiz. Shunaqa bo'ladi, okay?
Shuning uchun ham aytadi, if there is no enough information about the passage. Okay? Passage bo'yicha yetarlicha ma'lumot bo'lmadimi? Savolni o'qidingizmi? Tepada chiqmayaptimi? Siz tushunmayapsizmi? Sразу false olmaysiz unga. False olish uchun contributes bo'lish kerak. Okay? Disagree bo'lish kerak. Not given bo'lish uchun enough information bo'lmasligi kerak. Okay? Shunaqa buni masalan hozir qiladigan mashqimizni ko'rsatib beraman. Okay? Shu yerda mana ko'ryapsizlar 7 ta savol bor. O'sha William Henry Perkin haqida. Menimcha adashmasam u odam o'sha sun'iy bo'yoqni yaratgan odam bo'lish kerak. Artikelda o'qib qoldim. No, shunaqa ma'lumot. Okay, I think all of them are understandable, yeah. Tushunarli bo'lyapti hammasi. Shuni pastga qo'yib qo'yamiz. So, let's start then. Savollarimiz shu yerda turibdi. Birinchi shu yerda sizlarga qiladigan ishni aytmayapman. Nima qilish kerak bularga? Qanday yondashish kerak bu partga? Nima qiladigan bo'lsak, biz to'g'ri topamiz. Qanday usullarni qo'llash kerak? Strukturasi qanaqa buni? Shuni aytib o'tib ketaman hozir. Qarang. Struktura qanaqa bo'ladi bunda? Qanday yondashamiz? Birinchi qiladigan ishingiz, siz doim birinchi qiladigan ishingiz firstly deyapman. Firstly with the title of the passage. O'sha readingda, o'sha beriladigan testda title'ni qo'ying. Mana shu title mana. Shu yozib qo'ydim, William Henry Perkin. Chunki bu this gives you information about what you are going to read, okay? Siz nimani o'qishingiz haqida sizga ma'lumot berib qo'yadi. Okay? Shuni o'qib olsangiz, chalg'imaysiz. O'sha tushunib olasiz. William Henry Perkin dedim, ha, demak bitta odam haqida ketyapti ekan gap deysiz. Okay? Shunaqa. Ikkinchi qiladigan ishingiz nima bo'ladi bu yerda? Ikkinchi qiladigan ishimiz bizni with the questions before reading the passage. Passagelarni o'qib olishdan oldin savollarni yaxshilab tushunib olish kerak. Agarda siz savol tushunmaydigan bo'lsangiz, passage o'qib, keyin savolga o'tsangiz tushunmay qolasiz. Birinchi doim bitta savolni o'qib oling, keyin passage o'qishga o'ting. Okay? Shunda javob topishingiz osonlashadi. Ko'pchilik qiladigan ish nima? Birinchi shunday tekst o'qitda, keyin savollarga tushadi. Keyin savoldan javob topishga harakat qiladi. Yo'q, bu xato. Birinchi savolni o'qib tushunib oling, keyin o'shani anaqadan tanlang. Passagedan tanlashda boshlang, o'qib topib ketaverasiz. Birinchi savolni o'qib olish kerak doim. Shu qiladigan ishimiz. Nima ekan? Title o'qib olamiz ekan, keyin passage o'qishdan oldin savollarni yaxshilab tushunib olishimiz kerak bo'lyapti. Xo'p, birinchi savol bo'lmasa ketdik. Birma-bir ko'rsatib, analiz qilib, okay? Juda ham qiziq mavzu. Draw qildim. Qarang. Bitta nima deyapti? Michael Faraday was the first person to recognize Perkin's ability as a student of chemistry. Nima deyapti bu yerda? O'sha Michael Faraday degan odam birinchi inson bo'lgan ekan, qaysi Perkinda o'sha qobiliyatni aniqlagan. O'sha kimyo bo'yicha o'qib yurgan paytida, studentlik paytida qobiliyatni aniqlagan birinchi inson kim deyapti? Michael Faraday. Ha, rostdan ham Michael Faraday o'sha qobiliyatni aniqlaganligi haqida ma'lumot chiqsa, men true olaman. Ha, aniqlagan Michael Faraday birinchi odam bo'lgan, qobiliyatni aniqlagan desa true, yo'q Michael Faraday emas, boshqa bo'lgan desa false, yoki Michael Faraday haqida ma'lumot bo'lmaydigan bo'lsa not given. Shu yerda biz e'tibor berishimiz kerak Michael Faradayga. Shuni keyword qilib olsangiz bo'laveradi. Michael Faraday. Rostdan ham shu odammi? Shu odam aniqlaganmi? O'qib ko'ramiz. Where's pencil? Not ketdi. William Henry Perkin, the man who invented synthetic dyes. Xuddi o'sha odamini. William Henry Perkin qaysi nimani yaratgan, o'sha sun'iy bo'yoqlarni yaratgan odam haqida ketyapti. Xo'p. William Henry Perkin was born on March 12th, 1838 in London. Londonda tug'ilgan ekan. Okay? England.
As a boy, Perkins' curiosity prompted early interests in the arts, science, photography and engineering. O'sha yoshligidanoq nima deydi? Qiziqishlari bo'lgan ekan nimalarga uni? San'atlarga, science-ga, photography, o'sha nima? Rasmga olishlikmi? And engineering, o'sha injenerlikka. Endi nima deyapti? But it was a chance stumbling upon a run-down, yet functional, laboratory in his late grandfather's home that solidified the young man's incision for chemistry. O'sha uyg'otgan nima? Xullas o'sha bobosi bilan birga bo'lgan ekan laboratoriyalarda, to'g'rimi? O'sha yerda qattiq nima deydi? Qiziqishlari bo'yicha ishlar olib borgan ekan. Birinchi nima? Tushundik buni. Birinchisini tushundik. Lekin bizga Michael Faraday haqida ma'lumot chiqdimi? Yo'q. Bo'ldi, shunday ketasizmi aytdi. Yana sizga bitta zo'r texnika. Shu yerda o'qidim, Michael Faraday odam bormi? Michael Faraday deb bunday qidirib chiqsangiz chiqdimi? Yo'q. Bo'ldi, buni o'qish shart emas o'zi. Aslida. Okay? Men prosta o'qib boshini tushuntirib ketdim. Michael Faraday degan shaxs yo'qmi bu yerda birinchisida? No, bo'ldi X. Buni o'qib vaqt ketkazmaymiz. Keyingisidan o'qiymiz. Masalan, bunday qidirib ko'rsangiz, masalan, mana Michael Faraday degan ism chiqyapti. Mashitdan chiqib qolishi mumkin javob. Okay? Lekin true false not given'da doim javoblar inodi keladi. Tartib keladi. Okay? Hech qachon ikkinchi javobi birdan oldin kelmaydi. Okay? Birinchi 1 keladi, keyin 2 keladi, keyin 3, 4 ketaveradi. Okay? Endi ketdi, qarang. As a student at the City of London School, Perkins became immersed degani sho'ng'ib ketish degani. In the study of chemistry. O'sha studentlik paytida, o'sha London Schoolda nima bo'lgan? Kimyoga bo'lgan qiziqishlari nima? Kimyoga bo'lgan o'sha qiziqishlar nimaga? Sho'ng'ib ketgan, xolos kimyoni yaxshi ko'rib qolgan. His talent and devotion to the subject were perceived by his teacher Thomas Hall. Ha, qarang. Nima deyapti? O'sha studentlik paytida kimyoga bo'lgan qiziqishi ortdi deyapti. Keyin uni talantini va devotion shuni tarjimasini ko'rib olaydi, adashmasam men o'ylayotgan narsa bo'lsa to'g'ri. Just a second. Qiziqishi bo'lish kerak o'sha. Devotion. His talent and devotion to the subject were perceived by his teacher Thomas Hall. Xullas uni talantini aniqlagan, ko'rib qolgan inson kim bo'lgan deyapti? O'zini o'qituvchisi Thomas Hall bo'lgan ekan. Lekin savolda bizga nima degan? Michael Faraday bo'lgan birinchi inson deyapti. Michael Faraday emas, Thomas Hall bo'lgan. Qani mayapti Michael Faraday deb davomini o'qiylikchi. Who encouraged him to attend a series of lectures given by the eminent scientist Michael Faraday at the Royal Institution. Ha, o'sha talantini aniqlagan inson o'zini o'qituvchisi Thomas Hall bo'lgan. Qaysi uni ruhlantirgan. Nima qilish uchun? O'sha ma'lum bir leksiyalarga qatnashish uchun. Kim leksiyalarni? Michael Faraday'da leksiyalariga kir deb nima? Ruhlantirgan ekan uni. Birinchi uni talantini tanib olgan Thomas Hall, keyin o'shanga qarab Michael Faraday'da leksiyalariga kir, sen qatnash deb aytibdi. Lekin savolda Michael Faraday bo'lgan talantini aniqlagan inson deyapti. It's not true. It's false. Okay? Birinchisining javobi false bo'lyapti. Chunki Michael Faraday emas, Thomas Hall bo'lyapti. Thomas Hall aniqlagan uni talantini ko'rib qo'ygan. Okay? Ikkinchi savolda nima degan? Qarang. Michael Faraday suggested Perkins should enroll the Royal College of Chemistry. Xullas bu yerda aytayapti, Michael Faraday taklif bergan Perkinsga qaysi enroll degani kirish degani. O'sha Royal College'ga kir degan. Okay? Royal College of Chemistry'ga kirishni maslahat bergan unga. Kim maslahat bergan? Michael Faraday. Ha, rostdan ham Michael Faraday maslahat bergan bo'lsa to'g'ri. Boshqa inson maslahat bergan bo'lsa xato. Michael Faraday maslahat berganligi, bermaganligi to'g'risida ma'lumot yo'q bo'lsa, not given. Okay? Endi nima deyapti? The speech fired the young chemist in season further, and he later went on to attend Royal College of Chemistry, which he succeeded in entering in 1853 at the age of 15 deyapti. Bu yerda nima deyapti? Qarang. Bu yerda aytyaptiki,
o'sha aytib bo'lgandan keyin o'sha William Henry nima Perkinga aytibdi, o'zini o'qituvchisi o'sha Faraday darslariga kel degan. Kiribdi keyin, to'g'rimi? Bu gaplar uni jo'shqin o'sha nima debdi? Jo'shqin yondiribdi. Qiziqish yanada ortib ketibdi. Keyinroq u nima qilgan? Ketibdi, o'sha Royal College of Chemistry'ga tashashdi, o'ylab qopti. Which he succeeded in entering in 1853 at the age of 15. Qaysi o'zi 15 yoshda o'sha erishgan. Kirishi bilanoq, okay? Lekin bu yerda Michael Faraday suggest qilmayapti-ku Perkinga, o'sha nima Royal College of Chemistry'ga kel sen demayapti-ku. O'zi kelyapti u yerga. O'sha jo'shqinlangan, ko'rgan o'sha talanti borligini his qildi. O'sha Faraday darslariga keldi o'qituvchisi, keyinchalik o'sha shunaqa bilimini bilib turib, men o'sha yerga kiraman, Royal College of Chemistry'ga kiraman deyapti. Okay? Endi bu yerda nima bo'ladi? Not given bo'ladi. Chunki shuni kichiraytirib olaylik. Chunki bu yerda nima? Michael Faraday maslahat bermagan u, o'zi kiryapti-ku, bolani o'zi. Okay? Shuning uchun ham javobimiz not given. Royal College of Chemistry haqida ma'lumot bor, lekin aniq haqida ma'lumot yo'q. Michael Faraday keldiganligi yoki kirmadiganligi haqida ma'lumot topa olmadi-yu. O'shaning uchun ham bizga not given javob bo'lyapti. Okay, nega deb o'ylamayman, hech qanday ko'rinmadi. Xo'p, keyingisi 3-savolda nima deyapti? Perkin employed August William Hoffman as his assistant. O'sha Perkin nima qilgan? Ishga olgan ekan August Hoffman degan odamni ishga olgan ekan Perkin o'zini assistent sifatida. Rostdan shunaqami? Perkin agarda August o'zini assistent sifatida ishga olgan bo'lsa true, ishga olmagan bo'lsa false, ishga olmaganligi haqida ma'lumot yo'q bo'lsa not given. Endi qarang, shu yerda at the time of Perkins' enrollment o'sha kirish mobaynida deyapti, the Royal College of Chemistry was headed by the noted German chemist August William Hoffman. O'sha enrollment degani kirish deyapti-da, o'sha Royal College of Chemistry'ga kirish paytida Perkin o'sha nima? Kollej kim tomonidan was headed degan direktorlik qilgan deyapti. Direktorlik qilgan kim? O'sha germaniyalik kimyogar August Hoffman bo'lgan ekan. To'g'rimi? Perkins' scientific gifts soon caught Hoffman's attention, and within 2 years he became Hoffman's youngest assistant. Javob chiqdi. False. Nimaga? Nima degan? Xullas o'sha enrollment qilgan paytda, Perkin enrollment qilgan paytda o'sha kollejga, u kollej kim tomonidan boshqarilgan? August Hoffman tomonidan boshqarilgan deyapti. Perkins' scientific gifts soon caught Hoffman's attention degani o'sha Perkinda o'sha ilmiy nima deydi, talantlari, gifts degan bu yerda talant deyapti. Gifts soon caught Hoffman's attention degani o'sha Hoffmanda nima deydi, diqqatini tortib oldi deyapti. O'sha Perkinning qobiliyatligini u ham bilib qopti. Keyin nima bo'ldi? Within 2 years, 2 yil mobaynida he became Hoffman's youngest assistant. 2 yil mobaynida uni assistenti bo'lib ishlabdi. Kim ishlagan? Perkin ishlagan. Hoffman bilib qolgan talanti borligini, kim bilan kelishadi deyapti, kelishyapti. Kim? Perkin ishlagan. Lekin bu yerda nima degan? Perkin ishga olgan Hoffman deyapti. Nabarot o'ylayapti. Hoffman Perkin ishga olyapti. Okay? Javobimiz false. Menimcha tushunarli bo'lyapti. Unaqa qiyin emas. Qarang. Perkin was still young when he made the discovery that made him rich and famous. Beta Perkin deyapti, juda ham yosh bo'lgan, uni nima topilmasi uni boy va mashhur qilganda deyapti. Ha, rostdan ham Perkinni o'sha topilmasi boy va mashhur qilganda yosh bo'lgan bo'lsa true. Agarda yo'q, u middle aged bo'ladigan bo'lsa, o'rta yosh bo'ladigan bo'lsa false. Yokida bo'lmasam bu mashhurligi haqida ma'lumot yo'q bo'lsa not given. Bor yoki yo'qligi bo'lsa not given bo'ladi. Endi qarang. Not long after that shu juda qiziq qo'shyapti. Not long after that Perkin made the scientific breakthrough that would bring him both fame and fortune. Ha, qarang. Not long after that degani undan biroz o'tmay degani. Undan biroz o'tmay
Perkin nima qilibdi? O'sha ilmiy breakthrough degan o'sha tadqiqot qilibdi. Unga qaysi nima olib kelgan? Mashhurlik va omad olib kelgan deyapti. Menimcha javobi chiqdi. Javob chiqib bo'ldi. Ha? Bu yerda nima degan savolda rostdan ham yosh bo'lgan. Qachonki u o'sha ilmiy nima deydi, topilmasi uni boy qilganda va mashhur qilganda deyapti savolda. Bu yerda ham shuni deyapti. Not long after that'ga men sinonim qilib olsam nima bo'ladi? Was still young'da men sinonim qilib olsam bo'ladi. Chunki qarang, tepada chemistry college kirgan paytida 15 yoshmidi? 15 yosh edi, men aytib qo'yaman. At the age of 15 da. 15 yoshda kirgan o'sha kollejga. Keyin 2 yil ishlagan. Hoffmanning qo'lida assistent bo'lib. To'g'rimi? Assistenti bo'lib. Keyin undan biroz o'tmay deyapti, u discovery qildi. Qaysiki unga olib kelgan nimani? Mashhurlik va omadni olib kelgan. Demak, true javobimiz. True. Haqiqatan ham shunaqada. Kollejga kirgan birinchi 15 yosh bo'lgan. Kollejda o'qiyotgan paytida o'sha talantini aniqlab olgan Hoffman, keyin 2 yil assistenti bo'lib ishladi, 17 ga kirgan bo'lyapti. O'zi nima deydi, fikrlasda 17 ga kirgan bo'lyaptimi? Ha. Undan biroz o'tmay u discovery qilgan, keyin u boyib ketgan. Biroz o'tmay degani, допустим aytaylik 18 yosh bo'ldi. 18 yosh bo'ladigan bo'lsa, hali ham yosh u. Qari emas. Shuning uchun ham javobimiz true bo'lyapti. Shunaqa nima? O'ylab ham kerak. Bu yerda o'y juda ham kerak narsa. O'ylaysiz bunday, ha, rostdan ham 15 yosh bo'ladigan bo'lsa, 2 yil ishlagan mononi qo'lida, demak 17 ga kirgan bo'lyaptimi? Ha, undan biroz o'tmasdan mashhur bo'lib ketdi deyapti. Not long after that ga still young sinonim qilyapman. Discovery ga sinonim bo'lyapti breakthrough. To'g'rimi? Fame and fortune ga sinonim nima? Famous and rich bo'lyapti. 5-savol. The trees from which quinine is derived grow only in South America. Shu yerda aytyapti, the trees from which quinine is derived nima, xolos o'sha bitta daraxt bor ekan, quinine degan, u faqat qayerda o'sadi? Janubiy Amerikada o'sadi deyapti. Ha, rostdan ham o'sha daraxt Janubiy Amerikada o'sadigan bo'lsa, men tushib olaman. Yo'q, Janubiy Amerikada emas, boshqa joyda o'sadigan bo'lsa false. O'sha daraxt haqida South Amerikada o'sish bo'yicha ma'lumot bor yoki yo'q bo'lsa, yo'q bo'ladigan bo'lsa, to'g'rimi? Not given olaman. Shunaqa bo'lyapti. Xo'p, bu yog'ini tushundik. Qiziq ketdi juda ham. Endi bu yoq daraxt haqida ketyapti. Okay? Nima deyapti? At the time, quinine was the only viable medical treatment for malaria. Shu yerda sizlarga yangi so'z chiqdi bitta. Hammasini aytib o'tib ketishim shart emas bu yerda. O'zi malaria degani shuni o'chirib turaydi. Hammasi o'chib ketib qoldi. Malaria degani bezgak kasallik degani. Bezgak kasallik bo'ladi, o'sha malaria deydi. Bu yerda nima deyapti bizga? O'sha haqiqatan ham quinine degan daraxt faqatgina o'sha bitta medical treatment bo'lgan ekan, dori bo'lgan ekan. Nima uchun? Bezgak kasalligiga bitta dori o'sha nima bo'lgan? Quinine bo'lgan ekan. Qaysi kasallik? Malariyaga. Xo'p, yaqinlashyapmiz. Quinine haqida gap ketyapti. Rostdan ham South Amerikada ishlab chiqarganmi? The drug is derived from the bark of the tree, Kinkona tree, native to South America, and by 1856 demand for the drug was surpassing the available supply. Nima deyapti bu yerda? Qarang. O'sha dori nimadan olinadi deyapti? O'sha Kinkona daraxtini barkini, bark. Nima? Bark degani o'sha daraxtni yo'g'on joy bo'ladi-yu, o'sha yerdan olinar ekan u dori. Okay? Quinine degan dori o'sha Kinkona tree'da o'sha barkidan olinadi deyapti. South Amerikaga yaqinroq bo'lgan joyda deyapti. And by 1856 deyapti, demand for the drug was surpassing the available supply.
o'sha nima imkoni bor bo'lgan ekan. Okay? Lekin savolda nima degan bizga? South Americada o'sadi degan. No, lekin bizga South Americada o'sadi demaydi. Native to South America. Native to South America deyapti. Shuni. Native to the ko'ray demay. Menimcha o'sha katta ehtimol bilan javobi buni nima? Not given bo'lishi kerak-da, chunki South Americada o'sadi degan joyi yo'q-da. Hozir native to the ma'nosi nima edi? Nima chiqmayapti ma'nosi? Qarang. Shu yerda sizga aytib kelishim mumkin. Native to South Americani hozir ma'nosi chiqmadi. Menimcha shu yerda eng katta ehtimol bilan qarang. Native to South America degani shu South Americada qayerga tegishli bo'lyapti? King Conor Tree'ga tegishli bo'lyapti deb aytdi. Okay? King Conor Tree'ga tegishli bo'lyapti. Chunki maytda nima degan? O'sha Queen'ning bitta da'vo bo'lgan Mallory'ga deyapti. Bezgakka bitta da'vo bo'lgan, to'g'rimi? Keyin o'sha King Conor Tree'dan olinadi u dori deb aytayapti pastiga. To'g'rimi? King Conor Tree'dan olinadi. Native to South America. O'sha South Americaga xos bo'lgan South Americada bo'lgan King Conor Tree'dan olinadi o'sha Queen'ning deyapti. Okay? Shunaqa tushunib olsangiz bo'laveradi. Chunki u dori Queen'ning Janubiy Amerikada o'smagan, o'sha Janubiy Amerikada o'sadigan King Conor degani nima? Menimcha shu xina degan ma'noda anglatadi King Conor. Okay? O'sha Janubiy Amerikada o'sadigan xina daraxtidan olinar ekan u dori. Queen'ing degan dori. Okay? Demak, South America nimaga tegishli bo'lyapti? King Conor Tree'ga tegishli bo'lyapti. King Conor Tree South Americada o'syapti. O'sha yerdan keyin Queen'ni olib olishyapti. Lekin bu yerda nima? Faqatgina anaqada o'sadi, Janubiy Amerikada o'sadi demayapti-da. Deyapti savolda. Lekin unaqa emas, u tekstda faqat degan joyi yo'q-ku. Yo'q, to'g'rimi? Faqat degan joyi yo'q. Shuning uchun javobimiz not given. Shu katta ehtimol bilan not given bo'ladi. Okay? I mean, it's the best response for this question. Eng to'g'ri javob not given. False ham ola olmayman bu yerga. Okay? Yetarli ma'lumot yo'q-da. Queen rostdan Janubiy Amerikada o'smagan, o'sha Janubiy Amerikada faqatgina Janubiy Amerikada o'smaydi-yu. Tekstda uni demayapti. Native to South America. Oltinchi savol. Perkin hoped to manufacture a drug from a coal tar waste product. Bu yerda aytyapti. Perkin nima qilgan? Umid qilgan ishlab chiqarishga dorini from a coal tar waste product, o'sha ko'mirdan dori ishlab chiqarishga qaror qilibdi. Umid qilgan ekan. Rostdan ham shunaqa? Ha, haqiqatda umid qilgan bo'lsa true, umid qilmagan bo'lsa false, umid qilmaganligi yoki qilganligi haqida ma'lumot yo'q bo'ladigan bo'lsa not given. O'qiymiz. Demak, bu yerda bu yog'ini o'qishim shart emas. Unaqa dori ishlab chiqaradi degan narsa yo'q. To'g'rimi? O'sha Queen'ning haqida ekan bari gap. Eng pastdan o'qiymiz mana. During his vacation in 1856, Perkin spent his time in the laboratory on the top floor of his family's house.
o'sha uni dam olish vaqtida 1856-yilda Perkin deyapti, o'zini vaqtini sarflagan laboratoriyada o'sha oilasini uyini eng tepa qismida. Okay? Xullas vaqtda o'sha laboratoriyada bo'libdi. Hop, he was attempting to manufacture quinine from aniline, an inexpensive and readily available coal tar waste product. Ha, nima deyapti bu yerda? U harakat qilyotgan ishlab chiqarishga quinine from aniline. Aniline degan narsadan nima qimmat bo'lmagan va tayyor bo'ladigan o'sha ko'mirdan. Coal tar waste product degani o'sha oshib qo'ygan ko'mirlar mayda judasi bo'lishi kerak. Shulardan umid nima deydi? Harakat qilyotgan. O'sha quinine yasashdi. O'sha drug, ya'ni o'sha dorini yasashdi umid qilibdi. Harakat qilgan bo'lyapti. Okay? Shu yerda nima deyapti? Hali javob chiqmadi. Despite his best efforts, however, he didn't end up with quinine. Instead, he produced a mysterious dark sludge. Luckily, Perkins' scientific training and nature prompted him to investigate the substance further. Ha, qarang. Bu yerda nima deyapti? Garchi u qattiq harakat qilgan bo'lsa-da deyapti. Despite his best efforts, however, lekin he didn't end up with quinine. Tugata olmabdi shu quinine yasolmabdi. Instead, he produced a mysterious dark sludge. O'sha qanaqadir dark sludge degani o'sha sludge degani o'zi balchiq degani. Okay? Sludge balchiq degan ma'noni bildiradi. O'sha balchiq yasabdi. Lekin quinine yasolmabdi. Garchi u efforts, ya'ni o'sha harakatlariga qaramasdan u quinine bilan tugata olmadi, ishini tugata olmadi deyapti. Lekin savolda nima degan bizga? Perkin hoped to manufacture, lekin umid qilgan ekan. O'sha drugni yasayman men coal tar waste'dan deb umid qilgan, lekin unaqa bo'lmagan. Boshqa narsa yasalgan. Demak, shu javobimiz. Chunki boshi juda ham qattiq harakat qildi, o'sha dorini yasayman dedi, lekin tugata olmagan. Umid bo'lyapti-da, bu umid qilgan ekan. 7-savolda nima deyapti? Perkin, oxirgi savol. Perkin was inspired by the discoveries of the famous scientist Louis Pasteur. Perkin deyapti, o'sha ilhomlangan topilmalardan kimi? O'sha mashhur olim Louis Pasteur'da discovery'sidan rostdan ham ilhomlanganmi Perkin? Ha, rostdan ham ilhomlangan bo'lsa true, ilhomlanmagan bo'lsa false. Bu haqida ma'lumot yetarlicha bo'lmasa not given bo'ladi. Menga hozir Louis Pasteur degan ism kerak pastda. Okay? Shuni topishim kerakmi? O'shanda javob topishga qiynalmaymiz. Ketdi. Qarang. Incorporating potassium, dichromate and alcohol into the aniline at various stages of the experimental process, he finally produced a deep purple solution. Bu yerda nima deyapti? Xullas o'sha quinine ishlab chiqara olmagan o'rniga balchiq ishlab chiqargan dedi tepada. Keyin o'sha anilinlarni biron nima qilib aralashtirib bitta pushti nima yechim topibdi. And proving the truth of the famous scientist Louis Pasteur's words, chance favors only the prepared mind. Perkins saw the potential of his unexpected find. No, javobi bu yerda nima bo'ladi? Not given bo'ladi. Chunki ilhomlangan deganmi bu yerda? Perkin haqiqatan ham ilhomlangan deganda edi Louis Pasteur discovery'lardan. Men hozir true olardim. False ham olmayman, javob not given bo'ladi. Chunki qarang, bu yerda nima deyapti? O'sha harakat qilgan oxiri solution topibdi, to'g'rimi? Solution topdi deyapti. And proving the truth of the famous scientist Louis Pasteur's words degani o'sha mashhur olim Louis Pasteurning wordlariga, o'sha so'zlariga ishongan holda ishonib chance favors only the prepared mind deyapti. O'sha nima deydi? Omad faqat o'sha tayyorlangan insonlarga keladi deb olsa, insonlarga keladi deb tushunsa bo'laveradi. Omad faqat o'sha tayyorlangan, chirangan, harakat qilgan insonlarga keladi degan so'zga ishongan holda nima deyapti? Perkins saw the potential of his unexpected find. Perkin ko'ribdi o'zini potensiallarini nimasida? Kutilmagan topilmasida deyapti. No, javob not given. Chunki ilhomlanmagan-da, o'sha ilhomlanib bu ishni qilmagan u, o'zi yaratmoqchi bo'lgan. O'zi yaratmoqchi bo'lgan, o'sha dorini yaratdi.
lekin dorini yaratishdan oldin o'sha Louis Pasteur'ning so'zlarini ko'rib ilhomlanmagan u. O'shanda men tura olardim haqiqatda. Lekin bu yerda nima demayapti. Ha, o'sha so'zga ishongan holda u o'sha so'zni ko'rgan, chance favors only the prepared mind degan so'zni ko'rdi, o'zining narsasini qilib bo'lgandan keyin. Ha, demak omad o'sha tayyorlangan insonlarga, harakat qilgan insonlarga keladi degan tarzda u o'zini kutilmagan topilmasini, potensialini ko'rdi deyapti. Shuning uchun bu yerda javobimiz not given bo'lyapti. Okay, not given. Menimcha qiyin emas, oson bo'ldi. Unaqa pastni o'qishimiz shart emas, hamma savollarni ko'rib bordik. Oson ekan, qiziqarli tekst ekan, William Henry Packing. Artikellar sifatida shularni ham o'qib qo'ysanglar bo'laveradi o'zi aslida. Shu ham artikel mana misol. O'sha IELTS ga tayyorgarlik ko'rish uchun u internetdagi artikellar biroz qiyinroq bo'ladi. Bu IELTS Cambridge'dagi kitoblarda hamma passagelari o'sha sizni uровень, ya'ni o'sha levelingiz uchun yaratilgan, IELTS level uchun. Okay? Juda ham qiziqarli mavzu ekan. Tushundik. Shunaqa qilib yondashamiz har bitta savol turiga, o'zi analiz qilib, nimaga javob to'g'ri, nimaga xato, shuni ko'rib ketamiz, doim aytaman. True false not givingga birinchi savolni o'qib, keyin tekstga tushamiz dedim. Hech qachon tekst o'qib savolga tushmaymiz. Birinchi savol, keyin tekst. Ikkinchi savol, keyin tekst. Keyin hammasi inodi keladi. Ko'ryapsizlar, birinchi javob bunda keldi, 2 pastda, 3 pastda, 4, 5, 6 keldi. Okay? Hammaga rahmat. See you soon.